Hammaga xayrli kech desam ham bo'ladi. Bugun 22 dekabr, soat millarimiz 5 bo'lyapti o'rtoqlar. Layinbet kontorasiga почти 1600-1700 dollar depozit, 20 million depozit qilganman. Sizlarga men 2 dona o'yinga strategiya ko'rsatib beraman. Ya'ni birinchisi padyetanat bo'ladi o'rtoqlar. Bo'lish yoki menshiga minimalniy 3 ming so'mdan bizaga 1-1, 2-1, 3-1 va 4-1 yoki bo'lmasam 5-1 yoki bo'lmasam ikkita bir xil narxda sonlar tushgandan keyin biz 7 ga harakat qilamiz. Birinchi strategiyamni qani ketdik, sinab ko'ramiz. Faqat 7 berma, пожалуйста, 7 berma. Xo'p, to'rlar tushib berdi. To'rlarni tikish kerak edi, lekin yana 7 berib qo'ydi. 5 dan keyin ham 7 ga harakat qilsak bo'ladi. Xo'p, balansimizdan kelib chiqib 650 mingdan tikaman men. Har 3 tada dagon bilan tikamiz o'rtoqlar. Albatta, chunki bizani o'y вообще gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turibsizlar, easy strategiya. Ikkinchi urinishimizni birinchi dagonida yo'q, уже bizaga 7 tushib berdi. Yana bitta ko'rsatib beraman, menshidan ketdik. Tak, like, komment ko'paytiringlar. 201lardan keyin ham biz 7 ga harakat qilsak bo'ladi. 300 mingdan ketdik bo'lmasam endi. Tak, chunki 7 ni orqama ketdi, yana o'zi ham berib qo'ydi. Shuning uchun unaqa katta summadan risk qilgim kelmadi hozir. Xarosh, gap yo'q, просто так bomba. Tak, birinchi o'yinimizni strategiyasi padyetanatga edi, ko'rsatib berdim. Endi ikkinchi o'yinimizni strategiyasi tak 20 qaysiniga ko'rsatib beray. Davay ketdik. Apple of Fortunaga juda ko'pchilik strategiya so'raydi. Shunga men ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ya'ni 120 ming so'mdan ketdik. Biz zinapoyi ko'rinishida o'ynashga harakat qilamiz. Albatta, strategiyadan chekiga chiqmagan holatda o'ynasanglar, albatta o'rtoqlar g'alaba olishga harakat qilasizlar. Hozir ko'rib turibsizlar, 3-urinishimizni 3-chisida ham bermadi, o'sha dagon qilamiz. Har bitta urinishimiz har 3 tada dagon bilan bizaga 12 marta o'yin bo'lish kerak. Mana shu 12 martani ichida bizaga beradi nasib. Tak, yaxshi ko'rib turibsizlar, mana ikkinchi urinishimizni ikkinchi dagonida berdi strategiyamiz. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Shu strategiyani yodda saqlab qoling. Xo'p, endi keyingi o'yinimiz Wild West Gold o'yiniga o'rtoqlar 3x ga strategiya ko'rsatib beraman. Tak, 106 ming so'mdan 10 qo'ldan biz mana ko'rib turibsizlar. 10 qo'ldan biz mana bu birinchi kattani ochamiz va o'rtadagi kattani ochamiz. Mag'lubiyat, mayli hech qisi yo'q. Yana bitta shu narsaga harakat qilamiz. Tak, endi qaranglar, har 3 tada va o'sha anaqa qilib qo'ydim. Dagon qilishim kerak edi. Har 3 tada dagon qilishimiz kerak. Chunki biza dagonsiz o'ynashimiz foydasi yo'q o'rtoqlar. Tak, yaxshi ko'rib turibsizlar, 3-urinishimizni 3-dagonida choqqillab berdimi? Qo'rqmasdan o'ynashimiz o'zimizga plyuska ishlab beradi. Ko'rib turibsizlar, 5,454,000 choq. Xo'p, padyetanatdan oldik. Bundan ham oldik. Endi scratch kartga strategiya ko'rsatib beraman. Ya'ni bizga 2 koeffitsient bergandan keyin balans ko'taramiz. Misol uchun 2 koeffitsiyentdan bizga plyuska ishlab beradi. 250 mingdan harakat qilsak bo'ladi, chunki balansimiz unaqa kichkina emas. Tak, yaxshi ko'rib turibsizlar, bittada 2 koeffitsient tushib beryapti. Xo'p, qanchadan tikamiz? Eng maksi 8 million bergan botga. Xo'p, 650 mingdan tikaman. 4 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan koeffitsient beradi bizga. Har 3 tada o'y ikkinchi urinishim o'zida 4 koeffitsient. O'rtoqlar, просто так bomba strategiya. Men o'zim ham xuddi mana shu yo'nalish, xuddi mana shu strategiya bo'yicha o'ynayman. G'alaba oldinglarmi, chiqinglar. Xo'p, keyingi o'yinim Lucky Slotga men strategiya ko'rsatib beraman. Bunda ham 2 koeffitsiyentdan yuqori 120 mingda turibdi o'ynaymiz. 2 koeffitsiyentdan yuqori bergandan keyin balans ko'taramiz. Ko'rib turibsizlar, bizga 720 ming so'm berdi. 2 koeffitsiyentdan yuqori degani, ya'ni misol uchun 2 koeffitsiyentimiz 240 ming bo'ladimi? 240 mingdan yuqori balans berish kerak edi. Bizga 720 ming berdi. Endi balansni biz ko'taramiz. Qo'rqmagan holatda har 3 tada dagon bilan demoqchi edim, lekin bu yerda dagon qilishimni vashsha hojati bo'lgan yo'q. 2 million choqillab qo'ydi. Vashsha gam bo'lish mumkin emas. Yana bitta ko'rsatib beraman sizlarni tushunishinglar uchun. Misol uchun 120 mingdan tikamiz, bizaga 2 dan yuqori koeffitsient berish kerak. Ya'ni 240 mingdan yuqori summa berishi kerak.
Tak, xo'p, 216 ming berdi. Sabr qilamiz o'rtoqlar. Albatta, besabrlik bilan o'ynash bu juda ham katta xato va strategiyasiz o'ynash juda ham katta xato. 456 ming ko'rib turibsizlar, вообще zo'r. Endi balansimizdan kelib chiqib yana ko'tarsak bo'ladi. Har 3 tada dagon bilan o'ynaysizlar va yana ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Uje men dagonga bormayapman, borib ko'rib turibsizlarmi? Vashi dagonga yetib ham bormayapti dalish. Nima uchun? Layla 23 promo kodidan ro'yxatdan o'tilganligi uchun promo kod juda ham katta e'tiborga talab qiladi. Promo koddan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsanglar, o'xshab bermaydi. Xo'p, вообще просто bomba. Xo'p, keyingi o'yinni strategiyasini qaysinga ko'rsatib bering. Xo'p, to'rtta paka hozircha o'yinga strategiya ko'rsatildi. Yana Afrika ruletkaga ketdik. Biz oq qoraga Afrika ruletkaga tikamiz 650 ming so'm. Maksi bunda 4 million ekan, почти 3 million 900 ekan. Qani harakat qilamiz. Birinchi tikishimiz urinishimizda Afrika ruletkada meni taxminlarim bo'yicha qora tushib berishi kerak. Oy, вообще gap bo'lishi mumkin emas. Ko'ryapsizlarmi? Nima uchun? Yangi akkaunt ochganinglarda o'ynalmagan akkauntda bitta o'xshab beradi. Xo'p, endi bu yerda bizning bitta yana o'yinimiz bor, Midgar Zombie. Davay ketdik shu Midgar Zombiedan ham yana ozgina o'ynab, plyusga chiqishga harakat qilamiz. Hatto shu summamizni 50 qilishga urinib ko'raman. Tak, ketdik. Midgar Zombiega strategiyam o'rtoqlar ikkita wildlar tushib berish kerak. Ko'rib turibsizlar, ikkita wild tushib berdi. Shundan keyin yana balansni qo'rqmagan holatda ko'tarsak bo'ladi. Tak, ketdik. Bo'lmasam har 3 ta 4 tada dagon bilan o'ynab ketilaveradi o'rtoqlar. Har 3 ta yoki 4 tada dagonsiz o'ynash bu juda ham katta xato. Tak, ko'taramiz uje 1 millionga. Davay, ko'rib turibsizlar 3 million choq. Bu ham вообще zo'r 2 million 600. Endi yana balansdan qaytamiz chunki bizga orqama ketilikda bonus berdi. Shuning uchun yana ikkita wildni kutamiz yoki ikkita skater. Ko'rib turibsizlar, yana ikkita wildlar berdi. Yana balansdan kelib chiqib, men balansni уже 900 ming qildim. Chunki balansim javonaqa pasamas o'rtoqlar. Qani bonus bersa zo'r bo'lardi. Davay. Shundan keyin yana davom qilamiz. 1 million 400 ming. Tak, 1 million 300 ga ko'tardim o'rtoqlar. Tak, ketdik. Xo'p, 1 million davay. Shu summamizni bir normalniy balans bilan ko'tarib chiqishga harakat qilamiz. Tak, 1 million 500 berdi. Davay. 532 ming. Tak, 1 million 64 ming, 1 million 900. Davay, 1 million 900. Katta summa tikayotganligim uchun 4 million berib yubordi. Lekin men ko'ryapsizlar, strategiya o'xshab beryapti, lekin men balansni tushirmayapman. Nimagaki balans ozgina oqqanligini hisobiga va men katta summa tikkanligim uchun balansni tushirganim yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun men shu summadan risk qilib o'ynayapman, chunki balansim javonaqa pasam emas. Voy Peter, ikkita soqqa bersa vashshe zo'r bo'lardi. Voy, ber ikkita soqqa. O'rtoqlar bonusini ushadik. Vashshe zo'r. Zo'r. Endi bu yog'iga o'zi normal ishlab bersa bo'ldi. Lekin ozgina balansimiz oqqanlik hisobga olmasak, lekin bu normal summalarni choqqilatib qo'ygan bizga. Va ber summa il, любой summa il. Voy, ilmadi. Mayli, qancha berdi? Zo'r berdi, qarochi o'rtoqlar 20 milliondan oshiq bergan. Voy, joningdan seni asalsan, asal. Qarochi bo'ladi o'rtoqlar. Videoni men shu yerda to'xtataman. 20 million depozit, 55 million yomon emas, почти 2,5x gam bo'lishi mumkin emas. Eslatib o'taman, bizning promo kodimiz Layla 23 promo kodi va sizlar bilan Layla 23 aviator prognoz kanalida men asal qaranglar. Telegram kanalimiz silkasini описаниеga qo'yganman. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun kontent qilib ko'rsatishga, strategiyalar yaratishga harakat qilaman. Sizlardan maksimal podдержка bo'lsa bo'ldi. Telegram kanalimga o'tasizlar, Layinbet kontorasini ustamovka qilganingizdan keyin birinchi depozitingizga bonus taqdim etiladi, free spinlar taqdim etiladi. Albatta, promo koddan ro'yxatdan o'tmasanglar, strategiya o'xshab bermaydi o'rtoqlar. Shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.